Assalomu alaykum, hurmatli video dars kuzatuvchi talabalar. Navbatdagi darsimiz 4-kurslarda boshlang'ich ta'limda bolalar adabiyoti fani ostida 15-ma'ruzani ko'rib o'tamiz. Bugungi mavzumiz Nosir Fozilov ijodida bolalar va o'smirlar ruhiyati talqini mavzusini, demak, talabalarga yetkazishga harakat qilamiz. Demak, ushbu mavzu 3 ta reja asosida yoritiladi. Demak, birinchi rejamiz Nosir Fozilovning o'ziga xos badiiy mahorati. Ikkinchi rejamiz Nosir Fozilov talqin etgan obrazlar. Uchinchi rejamiz Nosir Fozilov ijodida bolalar va o'smirlar ruhiyati talqini. Demak, Nosir Fozilov, biz bilamizki, Nosir Fozilov 1929-yili Qozog'istonning Chimkent viloyati Turkiston tumanining Koris qishlog'ida tavallud topadi. Uning ota va onalari dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Nosir Fozilov shunday deb yozadi: ijod deb atalmish yo'lning boshi deb yozgan edi Nosir Fozilov. Tom ma'noda tug'ilish, bolalik dunyosi bu dunyoning ulg'ayib katta yo'llar yaratishi bilan chambarchas bog'liqdir. Bo'lg'usi adib ham o'qib, ham mehnat qiladi. U o'z tengdoshlaridan ancha kech, ya'ni 1949-yilda o'rta maktabni tugatadi. Chunki bunga asosiy sabab u o'zining tengqurlari orasida ko'proq mehnat qilganligi sababli u o'qishini kechroq tugatadi. So'ng u Toshkentga kelib universitetda o'qishga kiradi va uni 1954-yilda tugatadi. Shundan keyin Nosir Fozilov Gulxan, Sharq yulduzi kabi jurnallarida, Yosh gvardiya, G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyotlarida turli lavozimlarda ishlaydi. Adibning birinchi hikoyasi Lenin uchquni, ya'ni hozirgi Tong yulduzi gazetasida 1953-yilda bosilgan bo'lsa, uning birinchi kitobi 1959-yilda Irmoq nomi bilan chop etiladi. Adibning Oqim 1962-yilda, Robinzonlar 1964-yilda, Qush qanoti bilan 1965-yilda, Qorxat 1968-yilda, Ko'klam quyoshlari 1970-yilda, Diydor 1979-yilda, tanlangan asarlari, bular 2 jildlik, 1983 hamda 84-yillar orasida bosilib chiqadi. Shun bolaning nabiralari 1985-yil, ustozlar davrasida 1988-yil, bolaligim podsholigim 1989-yil, topdim-u ammo yo'qotmadim 2010-yillarda bu kitoblari nashrdan chiqadi. 1985-yilda unga Shumbolaning nabiralari kitobi uchun O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining G'afur G'ulom nomidagi, 1986-yilda esa qozoq adabiyotidan qilgan tarjimalari uchun Qozog'iston Yozuvchilar uyushmasining Boyimbet Mayli nomidagi ustozlar davrasida asari uchun esa Hamza nomidagi davlat mukofoti beriladi. 1990-yilda esa u O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi unvoniga sazovor bo'ladi. Shuningdek, Qozog'iston prezidentining tinchlik va ma'naviy hamjihatlik uchun xalqaro mukofoti 94-yilda, Qozog'iston Yozuvchilar uyushmasining Olosh nomli xalqaro mukofoti 2000-yilda, G'alabaning 50-yilligi munosabati bilan medali 1995-yilda hamda El yurt hurmati ordenlari 1999-yilda, demak, shoirga, adibimizga beriladi. Nosir Fozilovning o'ziga xos badiiy mahorati shundaki, u nafaqat o'zbek, balki qardosh xalqlar turmush tarzi, tilini ham yaxshi biladi va ularni tabiiy aks ettira oladi. Shu ma'noda uning qissalarida turli davr, turli millat o'smirlarining obrazlari gavdalanadi. Nosir Fozilov talqin etgan obrazlar chindan ham o'z asosiga ega. Turkistonlik, Qoraqalpog'istonlik, o'zbek va qozoqlar ana shunday qon qarindosh bo'lib yashayotgani ayni haqiqat deb bilamiz. Demak, bu tabiiy jarayonni o'smirlar kitobxonligida Nosir Fozilov maromiga yetkazib tasvirlanganini, demak, e'tirofga loyiq deb bilamiz. Ayni paytda qissalarda bu yoshlarning o'zboshimchalik qilib, ba'zan tashvish ham tug'dirishi yoki o'zlarini katta bo'lib qolganidek mustaqil ish tutishiga intilishlari bolalar adabiyoti tabiatini ochishga xizmat qiladi. Nosir Fozilov ijodiga xos bosh fazilatlar uning faqat o'zi yaxshi bilgan, chuqur his etgan, puxta o'rgangan mavzu, voqea va odamlar to'g'risida qalam tebratishidadir.
Uning oqim, qush qanoti bilan va qorxat qissalari shu ma'noda kitobxonlarga alohida taassurot uyg'otadi. Yozuvchining Qush qanoti bilan qissasi yetuk adabiyotshunos To'xtasin Jalolovga bag'ishlangan bo'lib, qatag'on qurbonlari, shaxsga sig'inish, davri oqibatlari badiiy adabiyotga yoritilgan dastlabki asar sifatida dolzarbdir. Yozuvchining tasvir uslubi, leksik qatlami bolalar uchun katta xazina. Bunday ifodalar asarning bir necha o'rnida takrorlanib keladi. Masalan, Saraton qissasi shunday tasvir bilan boshlanadi. Arpa boshoqlari sarg'ayib, bug'doy boshoqlariga rang kira boshlagan, qovun palaklari tanob yozib, tuynuklar etik boshiday bo'lib qolgan palla. Dehqonlarning tili bilan aytganda, yo'g'on cho'zilib, ingichka uzilaydigan payt. Shundan keyin asar qahramonlari Kamola va To'ra, ularning podachilik kasblari haqida so'z boradi. Podachilik o'zbek va qozoq, turkman va tojik, qirg'iz xalqlarining qadimiy va azaliy kasblaridan biri hisoblanadi. Adibning 1988-yilda nashr etilgan Ustozlar davrasida kitobi o'z vaqtida ham yuqori baholangan. Oradan 20 yildan ziyodroq vaqt o'tib, yozuvchi bu asarni qayta to'ldiradi. Topdim-u yo'qotmadim nomi bilan e'lon qiladi. Kitobda 40 ga yaqin adabiyot salaflarining yorqin siymosi muallif xotirasi orqali qayta jonlantirilgan. Hurmatli talabalar, sizga yetkazmoqchi bo'lgan ayrim ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Sizlarga mustaqil adabiyotlarni o'qish uchun Nosir Fozilovning bir nechta qissalari hamda hikoyalarini vazifa sifatida topshiramiz. Keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr, e'tiboringiz uchun rahmat.